35 yoshgacha bo'lgan 90% ayollar nega qalqonsimon bez muammosiga uchramoqda? Bu shunchaki tasodif emas. Sababi organizmda yod defitsiti. Qalqonsimon bez butun tanamizni boshqaradi, lekin yodsiz umuman gormon ishlab chiqara olmaydi. Suvimizda yod yo'q, tuproqda yo'q, dengiz mahsulotlarini esa deyarli yemaymiz. Esingizdami? Ilgari maktabda hammamizga shiringina tabletkalar berishardi. Anstrumin. Bilasizmi, unda qancha yod bo'lgan? 1000 mikrogramm. Bugun atigi 150-200 mikrogramm taklif qilishmoqda. Bu doza bilan defitsitdan chiqib bo'ladimi? Aslo. Ilgari hatto tomoqni Lugol bilan artib bo'lsa ham yod olardik. Hozir esa profilaktika deyarli unutildi. Natijada esa qalqonsimon bez dod demoqda. Sizda ham charchoq, soch to'kilishi yoki vazn yo'qotolmaslik bormi? Izohlarda yozib qoldiring va qalqonsimon bezni qanday to'g'ri himoya qilishni bilish uchun sahifamga obuna bo'ling.